imkon bo'lsa men bolamga yordam berdilaring. Ana shu ukamlarni qilgan ehsonlarni o'zing dargohingda qabul aylagin. Avvalambor assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sizlar ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Hozir Bog'dod tumani Xo'jaqishloq mafiyaga kelganmiz. Hozir Avaz akam bilan. Rajon akam xonadonlariga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, birgalikda hol ahvollarni so'raymiz. Qani ketdik. Muhtaram do'stlar, G'ayrajon akamizni sharoitlarini ko'rib turibsizlar. Akamiz jigar sirozi bilan kasallanganlar. 2013-yilda bo'ldim. Organizmingiz mustahkam ekan. Shuncha yil meni chidab ketdi. Mayli deb. Kecha kuni oyoq qo'lim ishlamay borib yotdim. 2 martadan suv oldim. 2 martadan. Bir haftaning ichida. Bir haftaning ichida. Endi Hindistonga borib, bitta Hindistondan kelganlar bilan gaplashsak, o'sha plazma bilan meni qonimni o'zgartirishar ekan. Keyin jigar qo'yishi 30 mingga boradi deyapti. Jigar qo'yish naqalari bilan 30 mingga boradi. 40 mingga boradi ekan. Jami 40 mingga naqa bo'ladi. Bir Alloh taolo nima deydi, shifo beraman desa ishtim emas. Shifo beraman desa ishtim emas. Misol, hali pul naqa qilib, bu hali pullar ham hamma sabab o'zi aslida. Alloh taolo shifo beraman desa ishtim emas. Misol, ruhingizni cho'ktirmang, Xudo xolasa, nima deydi? Arzimagan, balkim o'sha 30 ming dollar ketmasligi ham mumkin. Bir qanaqadir bir naqa bo'lib turib, Allohdan shifo bo'lib qolishi ham hech kam emas. Faqat nasni naqd berasiz. Allohumma robbina dina fi dina hasanatan va fil oxirati hasanatan wa qina azabannar. Rahmatika ya arhamar. Ehsonni mukofoti ehson deganlar. Inshaalloh Xudo xolasa ehsonlarni qilsa, hurmatli obunachilar, albatta buni mukofoti bo'ladi. Alloh taolo bu dunyoda bermasligi mumkin, lekin inshaalloh u dunyoda olasizlar. G'ayrajon akam ko'rib turibsizlar, ahvollari og'ir ekan. Imkon qadar yordam bersalaring yaxshi bo'lardi. Biz ham baholi qudrat harakat qilyapmiz yordam berishlikka. Sizlarni ham chorlab qolamiz. Kimga jannat kerak? Oling, ovoling mana. Akamni duolarini olaylik. Shu qatorda bemorlarni biz bir-birimizga yaxshilik qilishlikka biz bu bemorlarni o'ylashligimiz bilan o'zimizni o'ylayapmiz. Nimaga yaxshilik qilsak, qancha ko'p yaxshilik qilsak, o'zimiz uchun va oxiratimiz uchun foyda bo'ladi. Pastga karta raqamlarimizni Xudo xolasa qo'yib qo'ydik. Bemalol ko'nglingdan chiqarganlaringcha akamizga ehson qilishingiz mumkin. Albatta hozir akam aytganlaridek, ehsonning mukofoti haqiqatda ehson bo'ladi. Bemalol karta raqamlarimizga ko'nglingdan chiqarganlaringcha o'zlaringni ehsonlaringni bemalol tashlashingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.